Bu hayvonlar Minecraftda mavjud. Lekin biz bugungi videoda gaplashadigan hayvonlarimiz Minecraftda umuman mavjud emas. Agar ular Minecraftda mavjud bo'lganda, Minecraft qanday bo'lardi? Bu haqida bilib olasiz. Shaxsiy fikrim albatta. Pingvin. Ha, albatta. Bu mavjudot haqiqiy hayotda ham yoqimtoy. Agar Minecraftga qo'shilganda, Minecraftda ham juda ham yoqimtoy va qiziqarli mavjudotlardan biriga aylanardi. Bu mavjudot qorli biyomlar uchun juda ham mos keladi. Tabiiyki, uning ovqati baliq bo'lardi. Yangi suzish animatsiyasi ham paydo bo'lardi. Nima uchun Mojang bu mavjudotni haligacha Minecraftga qo'shmagan bilmadim, lekin agar qo'shganda o'yin juda ham qiziqarli bo'lardi. Chunki ular yovuz moblardan emas, do'stona moblardan biri bo'lardi. Lekin siz pingvinni turli xil moblar orqali Minecraftga qo'shishingiz mumkin. Mana bu videoda esa ingliz youtuberi o'zi mod yaratib pingvinni Minecraftga qo'shdi. Juda ham ajoyib ko'rinyapti, xuddi haqiqiy hayotdagidek. Hattoki bolasi ham bor ekan. Hattoki ular raqsga ham tushar ekan. Bizning keyingi hayvonimiz bu ilon. To'g'ri, bu hayvondan ko'pchilik jirkanadi, ko'pchilik qo'rqishadi va ko'pchilik yoqtirmaydi. Shaxsan o'zimga ham bu hayvon umuman yoqmaydi, lekin bu hayvon Minecraftga qo'shilganda o'yin yana ham qiyinroq bo'lardi. Kechasi bizga zombi, skelet, o'rgimchak, shunga o'xshagan hayvonlar hujum qiladigan bo'lsa, kunduzi esa ilonga o'xshagan mavjudotlar hujum qilardi. Tasavvur qilyapsizmi? Minecraft juda boshqa darajada. Bu hayvon jungli, suv osti va desert, ya'ni cho'l zonalarida bemalol yashashi mumkin edi. Lekin bola bu ko'rinish meni ham biroz qo'rqityapti. Albatta, bu hayvonni ham turli xil modlar orqali siz Minecraftga qo'shib bemalol o'ynashingiz mumkin, agar istasangiz. Bo'ldi, sizlarga Preker Rus kanalini tavsiya beraman. Hozirroq kommentdagi silka orqali kanallariga o'tib obuna bo'ling va videosiga kirib like bosing va kommentariyaga kirib guruch so'zini yozib qoldiring. Qanchalik ko'p guruch so'zi yozilsa, biz shunchalik tez osh pishiramiz. He. Keyingi hayvonimiz bu yo'lbars. Nima uchun yo'lbars deyishinglar mumkin? To'g'ri savol. Keling bir o'ylab ko'raylik. Minecraftda hayvonlardan eng kuchli hayvon qaysi deb o'ylaysiz? Menimcha yovvoyi hayvonlardan eng kuchlisi bu bo'ri bo'lsa kerak. Minecraftga ham ozuqa zanjirini ushlab turish uchun yirtqich hayvon kerak. Sher yoki yo'lbars kabi. To'g'ri, sizlar bu gapimni eshitib, ozuqa zanjirini Minecraftga nima aloqasi bor deyishinglar mumkin. Bu o'zimning fikrim. Sizlar ham kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirishinglar mumkin. Minecraftga mana shu aytayotgan hayvonlarim qo'shilsa nimalar bo'lardi? Umuman olganda shu hayvonlar qo'shilishiga sizlar qarshimisizlar yoki umuman qarshi emasmisizlar? Savanna biyomi uchun esa sher ayni muddao bo'lardi. Savanna mavzusidan chetlashmagan holda jirafalar haqida ham aytib o'tmoqchiman. Chunki aynan savanna jirafa uchun juda ham mos. To'g'risi hamda savannadagi baland daraxtlar tepasida turgan barglarni faqatgina shu hayvon yeya oladi. Mayli, bu hayvonlarni ham Minecraft qachonlardir qo'shar. To'xtanglar. Bo'li, bizda 87% odam obuna bo'lmasdan tomosha qilar ekan. Bo'li, videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, albatta obuna bo'ling, chunki bizda tezroq 15 mingta bo'lishimiz kerak. Rahmat. Xo'sh bo'li, keyingi hayvonni qaysi hayvon deb o'ylaysizlar? Bu albatta timsoh. Agar Minecraft o'yiniga timsoh qo'shiladigan bo'lsa, suv havzalari yana ham qo'rqinchliroq bo'lardi. Keyin siz suvdan shunchaki suzib o'ta olmaysiz. To'g'ri, shundoq ham suvda zombilar bor, lekin timsoh bu boshqa masala. Va hattoki bu mavjudotlar bizga quruqlikda ham hujum qilishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, u cho'chqalarni ham paqqos tushirmoqda. Tabiiyki, bu mavjudot go'shtxo'r. Buni hammangiz bilasiz. Lekin negadir tovuqni yemadi. Albatta, o'yinchi uchun ham bu katta xavf bo'ladi. U o'yinchini sudrab suv ichiga tortib ketmoqda. Bilishinglar mumkinki, bu juda ham vahshiy hayvonlardan biri bo'lardi. Aynan Minecraftdagi. Xo'sh bo'la, bilaman, video juda ham qisqa bo'lib qoldi. Bunga sabab o'zim aybim. To'g'ri, uzunroq qilsam bo'ladi, lekin nimagadir erinchoqlik qilib 3 video tayyorlagim kelmadi. Mana shu videoga 5000 bilaqani. Uzr bo'la, adashib ketdim. Shu videoga 500 ta like to'plab bersanglar, keyingi video horor bo'ladi. Menimcha 500 ta like to'plash unchalik qiyin bo'lmasa kerak. Mayli, bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.